Siyasi vaziyetler, dünya iqtisodi, fan texnika, biz Sultan ekranida. Siz belki hem de bularga bu gapni desem, hem de bular berip onu kösetse, men bu ishni desem haqchi bu nimalarni o'qib, men bir ishni deydi, undan keyin eng yaxshisi bu ishni qilmay deb o'ylagan bo'lishingiz mumkin. Men sizningki ahvolingizni shunday analiz qilib baksam, lekin undan xotirjam bo'lsangiz bo'ldi. Biz ham bir ishni qilsak, ham xolis qilamiz. Keyin ham ma'noga maoshni qilib turib, men maoshni bunda qilmay deydigan ish yo'q. İmkan qadar ham mushlarni bir yaxshi bo'lsin, bir shamolninki parchasi tegib qolmasin, yaxshi bo'lsin deb o'ylayman. Chunki biz tuz tomoq yeyishgan odamlar. Men sizdan gapni ochiqini qilganda ortiqcha talabim yo'q. Siz faqat bir mush ishlar bir cho'ng shamollar oxirlashib qilgicha bir mazgil bir mahallamni bir yarim yil bo'lamdi, bir yil bo'lamdi, bir vaqtida bir xudoyimning bir chiroyli salimini qilishib o'tib tursak, bu ishlarni bir izga tushgandan keyin siz o'zingizning ishini qiling. Qanday qilsangiz u ish bu yerda sizni o'tirdi qo'ydigan, qiynaydigan, siz o'zingizning irodasiga xilop, siz dastlabda ko'rishganda shu gapni degan mandaq bir ishlarni qilishga menmi undaq ishlarni demasam, shu bitta endi bir aloqamizni normal saqlab qolsak, qolgan gaplarni siz bir o'zingiz yaxshi bir o'ylashib qiling. Bo'lsa mening o'ylaydiganim mening qo'limdan kelishicha bir sizlarning uydagilar bilan yaxshi o'tgandan keyin mushlar bir yaxshi bir kun ko'rsa, xotirjam yashasa ömrünün ahırda bo'lsin deb mush taraflarni o'ylayman. Men hozirgacha nurg'u ishlarni voy undaqdi bundaqdi bu degan bu degan gaplarga to'xtanglar. O'zimiz bir ko'rishib qolgan ahvollarni o'zimiz keyin bir deyishayli dedim. Shu men bir ularga bir javob beraligidek, aloqa bor, aloqa qilishib turibmiz, yaxshi ahvoli degideklam bir ahvol bo'lsa bo'ldi. Qolgan ishlarni o'zingiz bir yaxshi bir o'ylashing, bunda qilishmi to'g'ri kelmaydigan bir ish. Sizning ahvolingizni obdan tushunaman. Yilg'u bu yoqdagi urug' tuqqanlarga bir besim bo'lib bir ish bo'lsin. Hatta sizlarni bir ekilib bir qismi manga yo'ldan bir qaytadigan odam emas sizlar. Lekin bu yerdagi masala u manga yo'ldan mengish yoki qaytish masalasi emas. Endi ma'lum bir ishlarni, nurg'u ishlarni biz hissiyotimiz bilan emas, aqlimiz bilan yakun chiqarsak bo'ldi. Ba'zi ishlarni bir kavobmi ko'ymaydigan, ziqmi ko'ymaydiganroq bir amallarni qo'llanib ashuna qilayli. Bo'ldi. Mening davomli sizlarga bir gap qilib, xat yozib qildiganga vaqtim chiqmaydi. Agar bo'p qilib qolsanglar to'g'rida bir gap qilib qo'yinglar. Paranglashsak bo'ldi bizcha. Mayli, u to'g'risi paranglashmasak, boshqa tuyimizda paranglashsak bo'ldi. Odam degan ugundigan maxluq. Bilmagan yerlarimizni so'rashsak bo'ldi, fikrlashsak bo'ldi. Shunaqa bir aloqalashib turayli. Rasmda o'tibsizlar, rasmingni ko'rdim. U odamlar xato ketgan bo'lsa, nahaq ketgan bo'lsa, sizlar aeroplan biletini men elab Istanbuldan shu Urumchiga Nurayliq partkonning ishxonasiga kiryapsizlar-ku. Chunki shu jinoiy ishxonasini deb bir doyat katiblar bor. Chunki jima odamlarga pek ortiq ketib qoldi. Asli 15 yil emas 12 yil kasb bo'ldi deb kelib tampan qilish beqinglar. Deb beqinglar, paranglashib beqinglar, balkim bir 2-3 yil sizning yuzingizni qilib qisqartib berish mumkin. Siz shu o'shib ketgan, xalqni qalayimqon urdigan, hammadamni dushman ko'rdigan, oldiga kirganlik odamga har xil vositalarni qo'llanib urib, uni haqorat qilib,
qildigan ash saqchilar bilan siz o'xshash odamkansiz. Faqat ikkinlarninki bir e'tiqod masalasi bilan bir o'zgarish, bir o'xshamaslik bor. Qolgan odamiylik jihatdagi ishinglar o'xshashkansizlar. Sizlarning oldingizga kelgan har qanday odamni dushman qatorida ko'rsizlar, har qanday odamlarni azarlaydigan, uni biz dunyoga mehr muhabbat bilan qaragan chaqlar, dunyo bizga shunday go'zal ko'rindi. Biz odamlarga ishonch bilan qaragan chaqimizda bu meningki do'stim, bu yaxshi odam deydigan nazar bilan qaraganda ko'z oldida nurg'ulg'an yaxshi odamlarga uchraymiz. Nurg'ulg'an odamlar ko'zimizga yaxshi ko'rindi. Hamma odamga dushmanlik psixikasi bilan dushmanlarcha hujum qildigan, ko'zlarimizdan qon temib turgan bundaq holatda bo'lsak, butun odam bizga dushman bo'ldi. Odamning kulgisini keltirib, kompartiyaga yantayoq qo'ygan, kompartiyaga ishlagan odamlardan berib hisob olamiz. Bu deb ketibsizlar. Hisob olsanglar berib dadanglardan, opanglardan olsanglar bo'ldi. Her şekilde hazır Cumhur Komünistik Partisi'ninki taqatqan maaşını elip vaqti-vaqtida nait partiyaga minnatdorligini bildirib, yaxshi yashatıdı aşla. Yüzü tepip, necha ay qo'saq götürüp, kichik vaqtida sayroq bo'qidan arib, cho'ng qilgan balları qechib chiqib ketgandan keyin tashlab, kompartiya beshansilab, kompartiyaning sayısida sizlar eng o'shmanlik qilayotgan liralarim, dollarlarim bizning turmushimizga yetib boshladi. U pul toz pakiz emas. Hamma pakiz bilan pul bor, shuni avatib bermadi, boshqa qilinglar bo'lsa. Gapingizni anglab chiqdim. Uyg'ur musulmonlarga zulm selayotgan bir turkum bir munofiqlar bor shu İstanbulda. Ular yangidan chiqqan xotin bolalarini elib, odamlar bor, ashlarni aldab, azroq tapanaq qilib, xavarishlarning yoniga, yana bir kimlarning yoniga yo'lga silib, nurg'un oilalarning vayron bo'lishi, nurg'un ayollarning tul qilishi, nurg'un bolalarning yetim bo'lishiga torlarda tashviq qilib qilayotgan ashundoq odamlar bor. Yüze bormaydi, o'zining tirikchiligini qildi, lekin nurg'un bolalarni yo'lga silib, nohaq ashada o'limga ishtirayotgan, o'zining azroq foydasiga qilayotgan ashundoq bir odamlar bor. Ash odamlarmi, o'xshash odamlar ashumi pek qissa sog'ingiz kelib ketgan bo'lsa, ashada bor. Ashuna qilyotdi, nurg'un oilalarni vayron qilib yutib bordi. Ben hiç qachon sizning ota-onangizning peshonasini silab boqmadim, beshini silab boqmadim men. Mening silash majburiyatim yo'q. Biz bu yerda hukumatning parog'ini silayotgandan keyin hukumat silayotdi, pensiya maoshi beryotdi. Shuningga tayinib jon beqiyotdi deyapman. Men siladim demedim, men hech kimning vakili emas. Gap bo'lsa, udul desangiz bo'ldi, tuzroq dang. Gap so'zni sal og'izni chayqaytiroq. Tuzuk deyli. Bu qochoq chiqib ketganlarmi? Intayin odamninki shu nacharlarimi ko'p uning orasida. Taylanddagi 4 yoshlik Abdullahning voqeasini men oldingiz. Shu bir narisini tashlab yutib, shunda qechib chiqib ketishning o'zimi bir insonga insonlik to'g'ri kelmaydigan bir ish bu. Bir hayvon tug'ilgan bolasini tashlab tug'ilganda uni ağrısanız unumaydi, üstüdü, tipidi. Shu bolasini bir o'zining hajdan chiqqandan keyin, undan keyin o'zining yo'lini ravon qildi. İstanbul turayotgan Qurban Panoh deydigan birisi bor. Shu muxotning to'liq tutib ketsa, shu kimiga tashlab qo'yib qechib ketgan odam shu o'zini ashumi men yana birimi demaydi, shu ben musulmon deb yurdi. Oldi bilan men shu azaldan deb kelyapman, odamiylik qaytish bir odam, oldi bilan odam bo'lish, undan keyin men musulmon desa bo'ldi. O siz menga jiq bu to'g'risida nazariya so'zlamang.
Qısa sağınız kip ketken bolsa, kiyasınız buldu, müşe teyya. Asınız buldu. Şu aldığallardan. Nurgun adamlar var, müşedeki ezik turuşlarga uçurap, çetel tushuni ko'rib, aşaga chiqib ketib qolgan. Aşaga chiqsa qanday qilyapti? Voy, munda qilsang, xuddi jannatning ochquchi bijadigidek ele berpa xavarishning yeniga, yoki bo'lmasa partiyachining yeniga, ya bo'lmasa yana bir bijmichining yeniga ishtirib uni nurg'un oilalarni tul yetim qilib, aşağıda hozir qistasdekida 5 mingdan 10 minggacha odam o'lib ketdi. Ashning qon qarzini berdi aşağıdakilar. Tormujoyidlar bersizlar uni. Hisobni oldilar o'zimizning bir pishonsini silab beqib, men nima qilyapman? Mendan nima savallik o'tayotdi? Men zat nima ish qilyapman degan o'ylashib beqib, undan keyin andan boshqalarning ustidikini andan ko'rsanglim bo'ldi. Oldi bilan o'zimizning pishonsini bir silayli. Gollandiyalik Abdug'ani Sabit. Yana bir nechangli bor. To'xtamay xilofatni deytinglar. Ondaq bundaq deb haqni azdirib, uni bundab yo'lga silib, o'zi bormay. Endi qo'plam davri o'zgaribdikan, ular yo'qolishga boshlanibdikan, g'ippi qo'rg'onli ishchanligi tiqib, yana bir bayroqni ko'tarib, o'zicha uni buni ishna qilib yuribsizlar. Oldi bilan o'zingizning masalani mudda o'ylaninglar.